Assalamu alaikum Uyghur Apligi ko'rurmanlari programmamizga hoş geldinglar. Mehmet To'xtatov benim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen mi hoş geldin? Rahmet. Programmamizni boshlashdan burun men bir ta'kidlab qo'ydigan bir necha narsalar bor hamda. Ya'ni o'xshashdan deganimizdek buni ko'rgandan keyin foydalanayotgan bo'lsanglar bizga har bir madadinglar, har bir bergan layklaringlar bizga bo'lgan bizga bir energiya bo'ldi. Shuning uchun bizni qo'shib olishinglarni, foydalanayotgan bo'lsanglar buning ostiga inkaslarlarni yezib qo'yishinglarni, savollaringlarni yezib qo'yishinglarni, hatto buning qarshi fikrlaringlarni o'ttirib qo'yishinglarni nihoyat qizg'in qarshi olamiz. Bu programma necha vaqtdan davomlashayotgandek har qanday fikrga ochiq masalan ba'zida Mehmet To'xtatov apanning gapiga men qarshi chiqib qolaman. Mening gapimga ikkimizning fikri o'xshash bo'lmaydi. Hatto bu programmaning ichidami birlam fikrda emas, ikkimiz ikki xil fikrlarga qilib qolamiz ba'zida. Bu mana programmamizniki har qanday nimaga fikr takliflarga ochiq ekanligini bildirdi. Fikr takliflar bo'lsa inkaslarga yozib qo'ysanglar yoki foydalanayotgan bo'lsanglar do'stlarimlar albatta bizni qo'shinglarni tovanchilik bilan so'raymiz. Rahmat. Endi sizning takliflab qo'ygan bir narsangiz bormi? Meniki başka tekitlaydigan gapmi yo'q sen deydigan dedim. Ama bir faaliyet var. İstanbul'daki qarindoshlar uchun erta Sabahattin Zaim Üniversitesi'de Uyghur Project Fondu'nunki İstanbul'da 20 leksiya 2024 degan faaliyeti bo'lmoqchi. Erta o'g'in 2 kun. Bu faaliyette dünyanın her qaysi joylaridan kelgan 20'ye yakın Uyghur ziyoli mutaxassis her sahadaki o'zining bilim haqida yarım saatlik leksiya so'zlab berdi. Men bu faaliyette riyosatchilik qilaman. Shunga İstanbul'daki qarindoshlar bu faaliyetga kelib qatnashsa degan umiddaman. Bundaq bo'lganda ham yiroqdan kelganlarniki harduqi chiqadi, ham yaqindagilarniki bilim saviyamiz, tushunchamiz oshdi. Ama şu fırsatını qo'ldan bermasa degan umidim bor. Boshlab ketsak bo'ldi. Unda o'z programmamizni boshlab ketsak, tunji savol. Musatniki ma Hizbullah qurolli tashkilotininki chaqiruvlarini yiroqdan portlatganligi. Mush 19-sentabr nima qildi? Qiziq nuqta bo'ldi. Masalan, buninki bu nimeniki ikom deydigan bir Yaponiyadagi bir shirkatninki markasininki bunun bağlıqı. Lekin bu shirkatninki 2004-yildan 2014-yilgacha oralig'da ishlab chiqarganligi va buninki allaburun to'xtatilib bo'lganligini deb o'tdi hamda. Degandek hozir bizning bu tashkilotlarning qurolli tashkilotlarning bo'pmi? Ba'zilarga nisbatan terrorlik tashkilot bo'lsin, ba'zilarga nisbatan ya'ni qurolli tashkilot yoki nima erkinlik jangchilari deyli. Bularningki bu telefon ishlatgan vaqtda bu yerdan kelgan signal orqali bularni bilib qolganligi va bomba nishoni, hujum nishoni bo'lib qolib, nurg'un odamlarniki o'lib ketadiganligi bu sababli jang bo'lmay turib, nihoyat oz chiqim bilan o'lib ketganligi bo'lganligi uchun bu yerda ba'zi tashkilotlar hech qanday signal apparat ishlatmay faqat inson ya'ni odamlar orqali xabarlashyapti. Masalan, xabarlashyapti. Masalan, Mamush Ukraina urushidimi yaqinda bir 80 rus askarining bir vaqtda o'lganligi bir xabar bor. Masalan, bu yerda bir harbiy gazarmaninki to'xtamay o'sha iletishim qurganligi sababli bu yerdan bir signalni bilgandan keyin bu yerga bir bomba etiblam 80 necha rus askarining o'lganligi bilimiz mesela bu telefon bu teşkilatlar şu nait xatarlik bo'ladi hamda shuning uchun bular alternativ ya'ni boshqacha bir nima qilish uchun chaqiruv apparati ishlatgan hamda biz chaqiruv apparati men nima qilsam kichik vaqtim cho'ngdadam ishlatadigan hamda bu bir nisbatan hamda buni qarashtirish uchun bir nima alternativ deb qaraymiz hamda bu hamda buning qanday qaraysiz buning masalan Tayvan'ı bunun qarta biz ishlab chiqarmadik degandek bir bayonot beribdi masalan. Bu asas
bu nimaga o'xshab qoldi endi sen boya deb o'tgandek o'g'irdan qochmada bo'lonchiq tutilgandek bir ish bo'ldida. To'g'ri, to'g'ri. Aldı bilan dünya istihbarat tarixidagi cho'ng bir natija demdik Mossadga nisbatan natija endi Hizbullahga nisbatan bir mag'lubiyat hodisa deydi. Dünya istihbarat sohasidagi cho'ng bir hodisa. Gerçi bu chaqcha mayli posolka bomba yoki telefonning ichiga qo'yilgan bomba yoki zahar degan shakllarda qasdlab o'ldirish voqealari bu istihbarat lekin bilgan ish bo'lsin-mu, lekin bu darajada hamda minglab kishilarningki bu xil suiqasdga uchrashi ko'rilmaganda dunyoda. To'g'ri. Shuni bu istihbarat sohasidagi cho'ng bir hodisa. Hamda Hizbullahga nisbatan boy degandek nima yomg'irdan qochib mo'ldirda qoldik degandek bir gap bormi? Shundayroq bir gap bor bizda. Bular aslida Isroilning ilg'or texnikasiniki o'zini bayqab qilishidan ansirab bu biz 80-yillarda 90-yillarda ko'rgan balliq chog'larimizda allaqachon unutib ketgan narsalar buning ismini. Chaqirg'u deydik, BBG deydik, Xitoycha Chanxu degandek nomlarni ataydik. Bu narsa bu qatam endi bu Hizbullahninki ishlatganligini uqdiqda bu narsani. Shuning bilan oldi bilan bundan dunyo bir hayron qolgan bo'ldi, cho'chidi. Orqadan buning keynidagi sirni tushunishga tirishdi. Dastlabki bu hodisa oldi bilan seshanba kuni bo'ldi. Bir vaqtda 3000 ga yaqin Hizbullahninki a'zolarininki chaqirg'usi portlab ketdi. Ondan keyin buni tushunib bo'lmay turganda chorshanba kuni qaytadan Hizbullahninki telefonlari, hatto quyosh energiyalik tok chiqaradigan taxtalari, ondan keyin normal aloqa chaqirg'ulari, o'quv deydiganimiz. Bu narsa portlab ketdi. Shuning bilan texmobek buningki vahimasi oshdi-da. Ammo dastlabda buningga ikki ssenariy sizildi. Biri bu narsalar Iroqdan tizginlash orqali, batareyani qizitish orqali portlatilgan deyildi. Yana biri Mossad bu narsaning ichiga suyuq yoki qattiq bir bomba qo'ygan bo'lishi mumkin va bu bombani Iroqdan portlatgan bo'lishi mumkin degan qarash. Endi buningga hozir 4-5 kun o'tdi. Shuning bilan bugunlar kelgan chaqda asosan oydinlashdi. Ya'ni batareyaning portlamaganligini Mossadninki xodimlarininki Hizbullahninki mal kirgizish zanjiriga so'qinib kirib, mundaqcha aytganda, u chaqirg'ularni Hizbullahga Mossadning ishlab satganligi. Men o'qigan bir xabarda masalan 3 yilning yoqi buniga tayyorlik qilayotganligini aytib o'tdi masalan. Asosiy bu qatimqisi 6 oy burun bo'lgan ish ekan. 6 oy burun Mossadning Hizbullahninki shunda bir ishlarga yuzlanganligini ular sezgan aman Tayvandagi, Yaponiyadagi shirkatlarninki nomida shirkat qurib Vengriyada qurilganligi o'tirib chiqdi hozir bu shirkatdan. Ammo u shirkat yo'q shirkat. Muxbirlar uning o'rnini izlab borgan chaqda u yerda undaq bir shirkat yo'q. Shirkatdagi shunda chiroyli Sohib Jamal bir CEO'si bor ekan, boshlig'i. Umu yo'q. Ya'ni Tordoba amaliyotda yo'q. Balki o Sohib Jamalmi sun'iy aqlda kirishtirilgan yoki Photoshopda kirishtirilgan bir Sohib Jamal aqcha. Yo'q yani. Uningki tarjimalimi nihoyatda mukammal. Masalan, Angliyada o'qigan, Dunyo bankasida ishlagan deganga o'xshash. U shirkatmi Amerika bilan, Yevropa bilan, nurg'un davlatlar bilan savdo aloqasi baqib ko'rsatilgan Torda. Amaliyotda undaq bir shirkatmi yo'q. Demak, endi Hizbullah Mossaddan chaqirg'u setib olibdi va u chaqirg'uni Mossad Iroqdan signal avatish orqali portlatibdi. Yani bu chaqirg'uga Mossad ichiga suyuqlantirilgan kichik tipdagi bombalarni qo'yganligi va bu bombaning signal orqali portlaganligi muqimlashdi deyishga bo'ldi hozir. Endi
Endi buning bizga kelayli buningga. Endi buning bizga aloqador yirik kelayli endi o'xshash bir masala. Uyg'urlar masalan hozir Coca-Cola'ni boykot qilgan bilan Xiaomi telefonlarni ishlataveradi. Endi Xiaomi'ni boykot qilmaydi. Bu yerda hargiz demoqchi bo'lganimiz Coca-Cola'ni boykot qilganlarni nima qilganlik emas. Masxara qilganlik emas, ammo ashuladagi nimaning köstüvatkan sezgürlük ve nimeninki özümüzden işlerimi köstüşkenligi kerekliki to'g'riliq hamda bir deb qo'ymoqchi bu yerda. Hargiz buni biz nima qilmoqchi emas, zangli qilmoqchi emas. Hamda mushtaq bir hozir turkumlab Xiaomi yoki Huawei telefonlar yoki Oppo deyil telefonlar chiqyotdi. Hattoki tunigun ko'rsam, masalan Xitoydan hikoya etib beradigan qo'nchoqlar bor ekan-ku. Hozir Uyg'urcha hikoya etib beradigan qo'nchoqlarni chiqarib yetibdi-da hamda. Buni kim oladi degan vaqtda nimalar? Masalan, mushalik Uyg'urlar oladi. Buni yoki turklar yoki boshqalar olmaydi. Buning sirtqi chiqarilishimi bir shubha tug'dirdi hamda bizda. Masalan, Xitoyniki Xiaomi, Huawei olsun, shu narsaları hatto TikTok'dan tatib buni kuzish apparati, ovoz elish apparati, har xil narsalarni qo'ydiganligi, buni to'g'ri xabarlar chiqyapti hamda. Buning qanday qaraysiz? Buni bu bizga qancha ta'sir etib keladi milliy mujohidatimizga? Bu dönemde İsrailiyada bu texnikaniki Xitoyda borligini faraz qilish tas emas. To'g'ri. Yani Xitoy hozirgi dunyoda o'zi ijod qilmagan bilan do'rash iqtidori favqulodda yuqori bir davlat. Shunga hamda yani kelgusida Xitoy o'zininki mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli Tibet olsun yoki Tayvanlik olsun, o'zi yo'qotish obyekti qilgan insonlarni yo'qotish uchun bu xil usulni qo'llansa qo'llana oladigan holga keldi degan gap yani. Yani İsrailiyadagi bugun uni Hizbullah uchun qo'llanganligi, hatto uningki Xitoyniki biz uchun qo'llanmaydiganligidan yoki Amerikaninki Rossiya Xitoy uchun qo'llanmaydiganligidan derak bermaydi yani. Demek bir texniki ma'lum bir dunyoning ma'lum bir yerida kashf qilinsa, uni har xil shaklda qo'llanadiganlar chiqadi. Shunga bu bir signal biz uchun. Aslida Hizbullah uchun bu bir signal, faqat sal qaragan yeri bor. Chunki Hizbullah o şirketni yeterlik tekshirmagan. Mesela hozir ba'zi muxbirlar zangli qilyapti. Shunday bir shirkatningki borligini tekshirib boqmay shuni oldimi debchi. Yoki yana bir savol tug'ildi. Yoki 3 minutdan 5 minutdan chaqirib kirgizibsa, uningdan bir 5-10 ning ichini ichib bir-birlabchi. Onun içinde birata ziyade zapças bağımı yok mu? Bunu tekşirip bakmagan Hizbullah'ınki mütehassisleri için. Mesela bomba koygan olsa, o bomba malum bir zapçasının ornunu ilişkilek şunda, onun içinde. Doğru. Karmakka ya o nimege may bataryaya okşayan bir nerse oluş gerek ya ki başka bir nerse. Şıkılı bu bir ziyade verse hem de sırtını kaçılangan nerse için. Doğru. Bunda ahvalda onu bir tekşiriş gerekler. Onu tekşirmegen. Bu bir hastalık şundak. Ondaqda bu bir hastalıkni biz taqdir qilsak, biz nima yaydig'inimiz shu bomba bo'ldi degan gap. Endi bu yerda yana bir savol tug'ildi hamda. Hizbullahning buni tekshirish imkoniyati bormi? Masalan, nereden kirganligi deyli hamda yoki bu hisobda dunyoda terror tashkilot degan bir qalbiqi bor hamda. Şundaq sebeplik hamma davlatda erkin faaliyet göstermeydi, faaliyet kılanmaydı. Bu sebeplik mesela devlet başka devlette köstülüptük. Mesela baş şirket meyadeti diyendik. Bunu tekşürüş imkaniyeti bağımlıdır. Hem de tekşürüş imkaniyeti bağımlı yok mu Hizbullah'ınkine onu biz konkur bilmeyiz. Ama sen degandek bir kanunsuz terörlük teşkilat deb qaralgan teşkilat xalqan yerde kanunluk soğudu, kılanmaydı. Şunun için bu qarangı bazardan kim azam berse, kim setip berse şunundan aldığan gap. Şuna bu istihbarat organlarındaki nişanı buluş ihtimallığı naydi yukarı. Mesela bizde
Mesela biz musulmon bo'lgandan keyin Alloh oson qildi, Alloh bir yo'lni qilib bizga yetkazdi degan shakllarda masalaninki inchikiligiga sal qaraydigan ahvol mavjud. Balkim Hizbullahmi shundoq o'yladi. Biz bir amal qilib buni qo'lga tushirdik hamda Xudoyimizga ba'di deb. Ammo Xudoyim uni Mossad orqali beribdi. Shu sen degandek hamda shu tapqanga qo'shilgan bir ahvol bo'lishi mumkin. Ammo her xatoning bir bedeli bor degan gap shu. Bu yerda bir savol tushibdi. Bu suiqasdda o'lgan kishilarning soni qancha? Bu sonni Hizbullah yushuramdi deb. Hozirgacha yaralangan, hozirgacha portlagan kishi 3000 dan 5000 gacha yenida portlagan. Bu kishilarning mutlaq ko'pchiligining bu yenida portlagan. Ba'zisiniki shu yanchuqida portlagan, shunga shu jampash ajrab ketgan. Ba'zilarga bir uchur kelib, o uchurni ko'ziga yaqinlashtirgandan keyin ondan keyin portlagan. Umuman deyilayotgan gapimiz shu. Uchur keladi, uchurni ko'rma deb ko'tarishi portlaydi. Unda bo'lgandan keyin doktorlarning deyishicha mutlaq ko'p portlovchilarning bir ko'zi yo'q. Bir ko'zni elib o'tishga majbur bo'ldik deydi. Nayti ichinishli hamda. Bular asosan 20 yosh, 25 yoshlik yoshi bolalarcha bu Hizbullahninki qurolli xodimlar. Bularning bir ko'zi yo'q degan gap ham deymiz. Bularning hozircha o'lgan kishilarning soni 20 ga bormaydi. Ba'zi xabarlarda 7, 8, 10, 15 shundoq kelyotdi. Ammo ig'ir yaralanganlar 100 dan ortiq. Yengil yaralanganlar 1,5 2 ming atrofida hamda. Balkim ba'zilarniki yendi yo'q chog'da portlagan bo'lsa kerak. Shunga portlagan son 5000 ga bosimi, ammo yaralanganlarning soni 5000 demayotdi xabarlar. 1200 ba'zilar 2000 gacha davatdi. İş qilib hamda bu cho'ng son hamda. Adisi İran'daki Livandagi boshqarchisining chaqiruvchi portlab ketgan. Demak, umumiy Hizbullahninki chaqiruvchisini ishlatdi degan gap. Endi yana birisiga bu portlagan yerlarga qarata kimning ba'zi tashkilot a'zolari balkim nim bo'lishi mumkin, xufiyona yoki yoshirin bo'lishi mumkin. Bu portlash bu bir portlashdan bo'lib qolmay, yaralanish, o'lishlar emas, ba'zi mansublarningki o'tirg'i chiqishiga sabab bo'ldi-da bu yerda. Eng cho'ng istixborot g'albisining biri shu. Chunki bu chaqiruvlar kimda bo'lsa shu Hizbullahning odami degan gap. Undaqda bu chaqiruv portlab doktorxonaga borganlarning hammasi Hizbullahning odami degan gap. Demak, agar Mossadninki Livandagi xizmatchilari doktorxona oldida turib tizimli qilib tursa hozir yoki mundaq deb qarsaqmi bo'ldi? Masalan, Hizbullahninki odamlarning hammani bir-birlab pash qildi degan gap. Yoki bo'lmaydi. Buni setish orqali normalda asli chaqiruvchi bilan bularning signalining nima ekanligini bilgilanmaydi-ku. Bular ichiga bombalar qochilmay, signal belgilash nimasi va uchurlarning kelganligi, har qanday ovoz, masalan, ovoz anglash, har qanday narsalarni qochilib bu yerga. Bularningki fikrlari, nima ish qiladiganligi hammasi o'tirg'i chiqadi degan gap. Bu faqat portlab yaralandirish bo'lib qolmasin, yana bir tarafdan qarasak, endi boshqalarning uchur maxfiyatligi, bularning o'zaro deyishgan gaplari, nada ekanligi, nada turayotganligi degandek nurg'un narsa oshkor bo'lib ketdi. Aslida chaqiruv ishlatishdan maqsad sen degan mushu uchurlar bilinib qolmasin uchun. To'g'ri. Chunki chaqiruv bevosita bosh apparatga ulanmaydigan bo'lg'achqa, o'zininki sistemasi ichidan bo'lg'achqa Sizin uningga bir hakkerlash yoki bo'lmasa yiroqdan sun'iy emri orqali Isroiliya tilovatda o'tirib uni bilib olmasin deb bu ibtidoiy usulni qo'llangan gap. Radio signallari orqali ish qilgan. Ammo sendek bu ularga zarba berishlar bir vaqtda ularningki kimligini oshkorladi-da. Shunga istixborot jihatdan cho'ng bir Mossadning g'alabasi deyishlik sabab uchun. To'g'ri. Endi bu haqiqatan endi Isroiliya taraf turib desak, bu nochi g'alabalik bir ish-ku endi. Ammo nima taraf turib desak, Hizbullah taraf turib degan vaqtimizda bu noiti bir cho'ng bir mag'lubiyat endi. 5000 odamning o'lishi, 5000 yoshning o'lishi degan gap bo'sh narsa emas shu endi.
yarlanışı. Yarılış ölüş vakası degендek hamda qanchalik biz bilmaydigan qanchalik uchurlar narsalar oshkor bo'lib ketdi uni bilmaymiz hamda. Qolganimda Ama, oldimiz kunlarda tegim bilishimiz mumkin hamda. ama İsrailiye taraftan hem istihbarat galbisi hem İsrailiye taraftan yeni bir rezillik bu çok. Qaysi jihatdan rezillik desem normalda sen düşmendeki harbiy xodimlarini, askeri xodimlarini nişanlaysa, bu urush qoidasiga uygun. Ama bu qatim bu chaqirg'ular kichik bolalarning qo'lida bo'lishi mumkin, ayolining qo'lida bo'lishi mumkin, doktorxonada kasal ko'rsatayotgan yerda bo'lishi mumkin masalanchu. Ya'ni bu nuqul harbiy nishon emas bu odamlarchu. Odamlar asli askar to'g'ri. Ama o adamlarning turayotgan yeri harbiy nishon bo'lish notoyinda. To'g'ri. Çünkü bunu qarquyuq portlatish hamda yana bir jihatdan Isroiliyanningki bu nayti qabihlashganligining alomati. Hem davlat terrorligi deydigan bir hukm bor. To'g'ri. Qilsa terrorlik deymiz, davlat qilsa odatda buni terrorlik demaymiz ko'pincha, lekin o'qishtiq davlat terrorizmi deb ataydigan ish bor. Bu davlat terrorizmining hamda chekni oshganligi. Normalda tashkilotlar o'zini qo'shib portlatadigan fuqaro bilan harbiy nishonlarni ayirmaydigan ishlarni sodir qildi. Shuning uchun u terrorchi hamda. Hamda buni davlat qilsa, davlatni terrorchi demay, urush jinoyatchisi deydi odatda xalqaro qonundachu. To'g'ri. Urush jinoyatiga kiradigan bir qismi bor bu ishning-chu. To'g'ri. Hamda terrorizmning 4-5 xil nimasi bor. Davlat terrorizmi eng qabih nimasi bu. Chunki qo'lda askar bor, saqchi nurg'un narsalar bo'lgandan keyin bu davlat terrorizmi eng qabih degan gap, eng deymiz turistcha joydirici demdik. Bir nimasi hamda. Bunun hamda mushunchilik to'xtalayli. Hamda buni biz İsrailiya tarafda turib va Hizbullah tarafda turib ikkili tarafda qarashga tirishdik. Bunun da har xil biz taraf tutgan yoki nim qilgan narsa yo'q, faqat va ko'rurmanlarimizga oldingizga sunib berdik. Sizlar qaysi taraf turib anglag'anlar bo'lsa, tushunganlar bo'lsa, shu taraf turib tushensanglar bo'laverdi. Hamda ikkinchi bir savolga o'taylik. O'taylik. Bugungi asosiy temamizdan birisi ham Uyg'urlarga asosiy markazlashgan deymiz. Uyg'urlarga bekroq ta'sir bo'lgan bir tema. Hamda Kanadaga 10 ming Uyg'urlarniki planlanib ko'chirishniki yoki ashaga berib yerlashtirishning bir planlanishi bo'lyapti. Amillish ahvoli. Buningki 11-oydan tortib boshlaydiganligi, 11-oyda 500 ga yaqin Uyg'urniki bordiganligi, ondan keyin kelarki yillarda endi 2016, 2015, 2025, 2026-yillargacha 10 ming qadar Uyg'urniki ashaga bordiganligi to'g'riliq. Bu so'zlar bo'linayotgani uzun bo'lib ketdi. Xalqimizmi nurg'un masalan bu xabarning qanday bo'ldiganligi, qachon bo'ldiganligi bek tashna bo'lyapti. Chunki bizdek bir nima mazlum bir ya'ni davlatimiz ishg'ol qilinayotgan mushtaq bir xalqningki bexatar bir rayonga bexatar bir davlatga berib yashashini bir muhim ahvolda hamda Xitoyning tahdididan yiroqroq deymizmi? Birga berishi muhim. Bu hamda biz Uyg'urlarniki muajiratga muhim bir ishlardan birisi. Buning hamda Mehmet To'xta buning kuch chiqarib qilyapti. Buningki ahvoli nereden nergacha sizin balkim buningga kuzatib turayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu haqiqatan bu ish bo'linyapti, nishonlanyapti, qanchalik amillashdi. Bu amalga oshishi mumkinmi yoki bu bir quruq gapmi? Bunun qarta bir o'zingizning tushunchasi nimqash aydınlaştırıp beremsiz. Bu Kanada davlati Kanada parlamenti qaror qilib yo'l qo'yilgan bir ish. Kanada hukumati 2024-yillik ko'chma yetkash planiga kirgizgan. Shunga buningki bo'lamdi, bo'lmamdi yoki tushmo bu qismi yo'q, bu cho'qim bo'ldi. Ama icra qilinish ahvoliga kelsak, konkret ahvolni biz şu Kanada Uyghur Kishilik huquq qurilishiningki mas'uli Mehmet To'xta apandimdan anglab turyapmiz pat-pat. Ama şu 18-yillar
Peyşembe günü, çarşamba günü, yani çarşamba günü Kanada'nın Hill Times degan to'rida bir parcha maqola e'lon qilindi. Bu maqolada Kanadaga 10 ming Uyg'urni yetkazish plani kechikib qoldi degan mavzuda shu Uyg'ur kishilik huquq qurilishniki mas'uli Mehmet To'xta efendim. Ondan keyin bu planni, bu loyihani sungan Kanadalik parlament a'zosi Amir Zuberi qatorliq kishilarning so'zlarini naql etib, ondan keyin Kanada ko'chmanlar idorasining mas'ullarini ziyorat qilib ishlangan bir xabar. Biz endi ko'ch paranglarga asosan mulohiza qilsak bo'lmaydi. Tashkilot projektni yuritayotgan kishilarga vakolatdan so'zlasak bo'lmaydi. Biz mulohiza qiluvchi bo'lib sifatimiz bilan rasmiy mediaga chiqqan so'zlarga qarata fikr bayon qila olamiz. Endi mushu xabarda Hill Times'da chiqqan xabarda deyilishicha aslida qonun bo'yicha 2 yil vaqt berilgan Kanada hukumatiga. Onun Uyg'urni Kanadaga elib kelish uchun. Ama Kanada hukumati biz bunu 2 yilda ijro qilib olmaymiz, shunga 3 yil urunlashtiraylik degan. Parlamentlara bunu qo'shilgan. Shuni bilan aslida 2024-25 bardigan Uyg'urlar 2024-25-26 3 yilga so'zilgan. Xabarda Mehmet To'xta efendimninki so'zdan naql qilib berishicha, bu yıl Kanada hükümeti 500 Uygur'unu Kanada'ya ekilişine etkan. Kile ile 5000 Uygur'unu ekilişine planlagan. Bundan kapkağın ise kinki yılga kaldı ki. Mehmet To'xta efendimden deyişçe biz bu 500 Uygur'unki hatta bulduk yok Uygur'unki uçurlarını hükümetin sistemine kirgizip olduk. Hem de kağını hükümetki kaldı. Ben şu yıl yanvardan başlap yani 11. aydan başlap Uygurlarını Kanada'ya kildi deb o'ylayman. Ama Kanada hükümetininki bu yıllık va'dasini ishga oshirishida sal astilab qilishidan ensirayma degan bir andishni o'tirib qo'ygan. Ya'ni bundoqcha aytganda hukumatni hukumatga haydashchilik qilmoqchi bo'lgan bu yerda-chu. Besim ishlatmoqchi bo'lganda xalq. Besim ishlatmoqchi bo'lgan. Kanada demokratik bir davlat, shu hukumat bir ishni qilmasa, uningga media orqali besim ishlatish normal. To'g'ri. Ondan keyin parlament a'zosi Amir Zuberiymi bu plan chuqur ijro qilinadi. Kanadadagi ko'chmanlarga qarshi ba'zi kayfiyatlar bunga ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo hukumatningki planni ijro qilishi biroz kechikdi. Bunda bo'lmasi kerak deb o'ziga qarshini o'tirib qo'ygan. Muxbir Kanada'nınki Koçmanlar İdarası'nın xodimidan savolni so'ragan vaqtda Koçmanlar İdarası'nın xodimi biz bu tür ishlayapmiz, ammo hozir Kanada'nınki ko'chmanlik sistemasida 1 millionga yaqin dövülüp qilish bor. İltimoslar dövülüp qolgan. Buni bir taraf qilish uchun odam kuchi ketadi, shunga aslab qoldi degan. Hozirgacha Kanadaga bir Uyg'ur keldimi bu plan bo'yicha degan savolga Koçmanlar İdarası xodimi javob berishni rad qilgan. Ammo Mehmet To'xta efendim tekçi bu plan bo'yicha bir Uyg'ur kelgani yo'q. 11. aydan boshlab kelishga boshlaydi deb umid qilaman degan. Ondan keyin Koçmanlar İdarası xodimininki bu so'ziga yoki hukumatningki aslida bu yilning 5dan tortib bu planni jiddiy ijro qilishi kerakligi to'g'risida mayli Mehmet To'xta efendi olsun, mayli Amir Zuberi efendi olsun, bular hukumatga tanqidiy pozitsiyasini bildirgan xabarga qaraganda. Ya'ni albatta Kanadada 1 milyon bulamdi yo'linib qolgan iltimoslar bor. Kishilar buni kutyapti. Ammo Uyg'urlar bo'lsa hayoti xavf uchrayotgan kishilar. Shu boshqa kishilarningki normal Kanadaga berish iltimoslariga qaraganda Uyg'urlar o'xshash Xitoyninki tahdidga uchrayotgan 3-chi bir davlatda turayotgan kishilarningki masalasi bakrak oldiga surilib hal qilinishi kerakda. Shunga bu masalada hukumatningki normal qatorda betaraf qilma deyishi yoki buni kechiktirishi to'g'ri emas degan shaklda bizningki
itirazını bildirgen. Hem de yıkıp etmen çağda şu haberdeki mezmullardan biz şunu bilaleydik hem de. Birinciden Kanada hükümeti bu yılın 5'ten başta bu planı koluğa aldı ama icra kılış gelgende yeterlik çıkamaptı. Şunun için hazırgacha yani yılın ahırı yakınlaşkan mezgilde biz sadece 9. ay turvatımız var. Doğru. Dastlabki kademde bozumu kişilerinki Kanada'ya kilişige kapaletlik kılanmaptı. Çünkü biz Mehmet Doktor Efendim'den bu yılınki 5'i da yoki 5. aylarda 500 Uygur'un kildiğanlık hakkındaki haberlerini anlayan burunca. Bizimki site yoki olmasa başka Uygur balalarınki ekranda bunu etken. Perizini oturup koygan hem de. Bu şimdi karaymadı. Çokum diyemeyme diyen. Ama onda bomboğallığı ama bu yılınki ahırgıca hiç olmaganda 500 Uygur'un apres planınki bağlıqını Kanada hükümetininki. Bununki şu yılı 11. aydan başlap başlanıdığanlıqını yani tunca Uygur'unki yitip bardığanlıqıdan ümit bağlıqını ama teximi köp sandıki Uygurlarınki kilaylı yani 5000 deyil atıdı. 5000 Uygur'un kilaylı Kanada'ya bardığanlıqını bilip olaydı kendimiz. Kürüp olaydı kendimiz bu haberden. Onda olsa bunu müşinçik toxtlaydı. En yakın zamanda, en kısa müddette Uygurlarınki Kanada'ya müşünü kütüp duruvatkan qarindaşlarımızın en yakın vakitte bir aşağı yerleşişini hatırlayacağım, bir xatar bir turmuşqa ega buluşuga tilektaşımız. Evet. Hem de keyingi sual qo'shsak, Trumpniki Bagram havo yo'li bazasi haqida aytgan so'z havo armiyasi. Havo armiyasi bazasi. Hem de bunu men Facebook'ta uçurtup qo'ygandim. Bunun bugun aran tapdık-ku buni materialni. Buningki masalan ayni vaqtda bu Afganistandan çekinişninki nayt bir to'g'ri fikir ekanligini hatta Trump'ma özümü bunu nima qilgan alqishlagandek yodimda batdi. Hem buningki ikki tarafdan nayt yuqori ovoz bilan millat vakillarining yuqori ovoz bilan buningki qo'llaganligini shundaqroq yodimda batdi. Shunday deyman. Kendi bu Ya alkışlaş kollaşamaz. Trump bir kolluk Afganistan'daki Taliban bilen Afganistan'da çekiniş kilişimin üzü tüzdü. Evet doğru. Tüzü etip kendi nime hükümet anlaştı o deymen şunu ondan. He. Hükümet anlaştı. Bununki bu iki taraftan naytlik o'rinliq ekanligini o'tirib qo'ygandek bir yodimda var şu vaqtda, chiqagan vaqtda. Endi bugungi kelib bu Trumpniki nimasi o'zgarib qoldi. Siyosiy normal siyosatchilarning gap har vaqt o'zgarib turdi. Ahvol qarta. Buningki nayt bir xatolik ekanligi, buning asli bunda qilmasligimiz kerakligini degandek so'zlarni dedi. Keyin buni, ya'ni hozirgi Xitoy bilan bo'lgan orliqi 1000 kilometr, ya'ni 1 soatlik yo'ldi aslida. Ya'ni 1 soatlik yo'l deganimiz Qashqar bilan bo'lgan orliqda hamda. Sharq Turkiston bilan bo'lgan orliqi 1 soatlik vaqtda asli biz mushada tug'an bo'lsak, Xitoyni nihoyat yaxshi cheklayalaydi aslida. Bu bir xato nima ahvol deb. Oldin qaptilik programmamizda deganda hamda bu Xitoyga aloqador hech qanday gap qilmadi deb degan to'qimdi. Ma'habda qarsak hamda buningki o'zga odamning gaplari. Bunun qarta qandaq ya'ni bunun planını aldığımız kunlarda qandaqroq o'zgarishlar bo'lishi mumkin sizcha? Tayvanda mı har xil nimalar bo'lyapti mesela? Umuman qarsak Trump'ning kendi gap so'zida biraz tutarsızlık, qalaymagan gap qilish mavjud. O Trump'ninki xarakteri, mijazi shundoq. Ama Trump'ninki Biden'ni Afganistan'dan çekinişte Amerika'nın inatını töktü deyip eyipleşi haqliq mı? Menimce haqliq. Çünkü Trump Afganistan'dan çekinişini Taliban bilen kelişken. O ne deyişken? O inek.
Trump mı Hozir çekinmekçiydi? demek çoğunuz çekiniş şekli o deymen ha? Çekiniş şekli. Çekiniş şekli. Trump mı çekinmekçiydi, Biden mı çekinmekçiydi? Her ikisinde oldu mesele yok. Şu Afganistan'dan çekiniş hatta o bu dişin akmaydı. Hem üzümü onda digini yok. Yani Amerika'nınki tarihteki en načar çekinişini keltirip çıkardı. Yani inatı bizi döktüydü. Aslında Trump ben boğan olsam plan boyunca salmak çekinettim. Sendeki kaçmaydı diyeyim demekçi hem de. Hem de Afganistan'dan Amerika'nınki çekiniş hakikaten hem de kıçık okşudu. Aslında kilişin bilen çekinigen adam bunda set çekinmeydi anlayıcı. Ayrıplanların hatta haklarını taşrif etip degендek derecede Evet. teşvik etkendek bir Acayip bir içinişlik görünüş çıktı da o kişiler ayıplarının kanatları çıkıyor bu şimdi havada düşüp gittiğini dedi. Yani Amerika üstündeki Afganistan'daki kolluğucuları onun buna yeterlik sahip çıkışımı ülgüreme alıcı o kaçtı. Hatta Amerika'nınki elçihanasının xadimlerini ama özüden tükçer ayıplan bilen düşüp elip ayrı durumda yötkedi. Yani bu derecede yani. Çünkü Taliban 6 aydan keyin keldi deb qaragan Kabulga 6 ay burun geldi. Afganistan'ın mevcut hükümeti jimirildi. Prezidenti karşılık kılıçtan vaz geçip kaçtı. Şunu bilen bütün asker sakçı kısım çöktü. Çökkendeki şunu bilen cemiyet amallığı bozuldu Kabul'un. Bozulgandaki Taliban biz müddetten burun Kabul'a kirişke mecbur olduk dedi. Amerika mı Taliban'ın kirişini tosmadı. Çünkü şu vakitte Amerika'nınki Tinç Okyanı'nda ya Hind Okyanı'nda hava armiye demek aviamaketleri ayrıplanır mı eğer Taliban tosmadıysa bombardıman kıtlam Kabul'a kirişini 5-10 gün bir neçe ay tosuş çoğu mesele emez Amerika nispeten. Ama Amerika tosmadı. Neymiş ki? Hemen Taliban'a kalkandakin bu yani ölüm yetim keltirip çıkışının acıtı yok. Boptu sen Kabul'daki mukulluğa mesul ol. Ayı durumga kirmeydi. Ben ayı durumdan ayı dedi. Taliban maqul dedi. Şu vaqtki xabarlar qarasam ayı durumdan teşi Taliban içi Amerika askerleri. Şu şekilde çekindi. Hem Trump şunu tenkitlaydi. Hem de Bagram hava armiya bazısınınki meselesi kelsek Trump şu Cumhuriyetçilerinin memleketli kurultuydu bu hafta. Aslında Bagram hava armiya bazısı Xitay üçün selingan. Xitayni bu yerden urgulu bulattı, Xitay hücum qilib bulattı. Biz bunu qo'ldan bermasligimiz kerakdi. Biz beka bunu qo'ldan berib qo'ydik. Bu Xitayga 1000 kilometr, ya'ni Qashqarn demekçi, bizning vatan demekçi. 1000 kilometr yaqinlikdagi bir yerda degan gaplarni qildi. Ham Trumpninki o'zi Afg'oniston bilan kelishim tuzib, Taliban bilan kelishim tuzib, chekinib qilganligidan bu Bagramni Taliban'a bermasak bo'ladi degan gapidan biraz mücmellik var. Belki benim qarashim Trump Kabulni Taliban'a berish niyati yok belki kelishim tuzgan vaqtda. Aslidagi hukumatning qo'lida qoladi. Taliban bilan aslidagi hukumat ma'lum Kabul sirtidagi rayonlarni ya o'rtaq boshqaradi yoki Taliban qurol tashlab hukumatga kirdi. Normal siyosiy partiya bo'libchi. Afganistan hükümeti jimirilmeydi deb qaragan bir ümidi boz kerak hamda. Yoki bo'lmaydi, yoki bo'lmaydi, balkim bu kelishim bilan masalan bizning ba'zimiz miyada turaveradi, bizga qilmaysa faqat ma alanda o'zing harakat qilsang bo'ladi yoki hukumat qursang bo'ladi degan bo'lishi mumkin endi, shundaqmi? Yo'q, u Taliban unga qabul qilmaydi. Taliban Amerika'nınki Afganistan'da çekinişini aldığı şart kılıqlı her hükümet bilen kelishim tuzish uchunchi. Avvaldan chiqib ket, ondan keyin biz mavjud hukumat bilan qolgan gapni o'zimiz deyishimiz derdik. Ama mavjud hukumat bardoshlik berolmaganlikdan Taliban uni bir peshba bilan o'rgatdilar. Agar bardoshlik beradigan bo'lsa, uning bilan suhbat boshlamoqchi tejimidan. Ama nima bilan bo'lmasin, Trump'ninki bu gapları belki reallikka uygun emas, emniyetga uygun emas. Çünkü aynı vakitte Amerika Afganistan'da tutanmağa çıkan en načar senaryo Taliban'ın hakimiyetini to'liq ele olishdan ibaret bir kelgusi reallikka ko'z yumib turib, ondan keyin bu askar chekindirish kelishimlarini tuzgan. Shunga en načar senaryodan birisi shuti Taliban'ın Kabulni ishg'ol qilib hozirgi muborak hukumatni o'rgatishdi.
Şu oldu. Ama biraz yaxşı senaryodan bir ikisi battı. Biri Taliban'dan kural taşlap, armiyaga katlaşıp, askerlerininki, siyasetçilerininki partiyaga ayılıp, Afganistan hükümetiga katlaşış parlamentga. Birincisi. İkincisi, hiç olmaganda Taliban bilen hazırki hükümet otursada uzun uzun bir içki uruş çıkıp, Amerika hazırki hükümetini Irak'tan kollaş arkalık Taliban'la bara eyveş keltirişti. Çünkü Amerika Afganistan'dan çıkıp ketkendan keyin mavjud hükümetin kanuniyliği aşattı. Taliban'a bo'lgan mayillik paslaydi degandek ümitler battandı çok. Ama bu narsalarni hech qaysi amalga oshmay, eng nachar senaryo amalga oshdi. Taliban Afg'onistonni tezlikda kontrol qildi. Bunday ahvolda Bag'ramniki Talibanning qo'liga o'tishi normal. Ammo Trump'ninki gapidagi tutarsizlik yoki boshqa taraflarni demagandimi, Xitoyninki bu xil endişisi uzundan tatib batdi. Amerika Afganistan'a 2001 kirgandan başlap Xitoy izchil Sharq Turkistondan Uyg'urlarni bostiriishni kuchaytirib keldi ve bir fursat chiqib qolib qolsa Afganistandan mayli u yerdagi Uyg'urlar yoki Amerikaningki yordamida Xitoyga bir hujum qilish ehtimolligi bo'lib qolarmi degan endişe Xitoyning izchil endişesidir. Xitoy shunga Amerikani Afganistandan chiqarib o'tish uchun bek kuchidi. Bu hukumat bilanmi muamele kıldı, Taliban bilen bu muamele kıldı. Her şekilde şularını Amerika'nın çıkartınlar, sizler üzerlerine başvurunlar. Biz kollayla diyen şekilde bek küçüdür. Hem u yerdeki Uygurlarını mı Taliban'ın sepede tutup duruşka, Amerika ile bir ittifaklaşıyor olmaslıkka yoki kilişim tuzu olmaslıkka iki kısımda Amerika ile yakınlaşıp ketmeslikka, yani Uygurlarınki Amerika'nın kollaşık ilişip kalmaslığı acayip güçlüdür. Menimce Uygurlarınki Afganistan'dan Suriye'ye kep kılışı, Türkiye'ye kep kılışı başka yötkülüp ketişidi mi? Xitay'ınki bir vasıta kuluba değişki buldu. Çünkü Afganistan'daki Uygur Xitay'a tehdit. Suriye'deki Uygur Xitay'a tehdit demez. Türkiye'deki tehdit demez mesela. Şuna Xitay bir taraftan Taliban'ı kollaydı, yeni bir taraftan Uygurlarını Taliban'ın kontrolünü tutup Amerika'ya karşı uruş kılışıga kapalat kılışıga tirişidi. Herkesinin ulanıki kuralının gücünü Xitay kardeşine halımaydı da. Nime kılsa kıldı Amerika'nı Afganistan'dan çıkarıp ötüşte çok rol oynadı. Çünkü Taliban'ı Rusya ile Xitay kollamasa mevcutluğunu saklayamaydı da bunu hepimiz biliriz. Mayli aynı vakitte Suud'a karşı urushda Amerika'nın ittifakdaşları kollamagan bolsa, ne kadar galbi kılamaydigan bolsa Afgandaki mucahitler bu kadar hem de Rusya Xitay kollamasa o kadar Amerika'ya karşı galbi kılamaydı. Şunun için hem de Xitay'ninki bu endişesi hakikaten battı. Xitay'ninki mesela Stütek'ten çıkış 2003 diyen kitapını okuyan adam bizden vatan bolsa Amerika'nınki şu Afganistan'a ait nimelerine ait. Bunun da Xitay'ninki şunun endişe kılavatkanlığını inek his kılalaydı bunun için. Uygurlarınki Amerika'nın kollaşığı erişip kılışını endişe kılavatkanlığını inek kırıvağını buldu. Yani ki Huntington'un medeniyetler tokunuşu da Amerika'nın NATO'nun Xitay'ını babliş hakkındaki bir senaryo bir taraftan Tayvan'dan yani bir taraftan Şarkı Türkistan'dan Xitay'a hücum kılıp giriş. O 97 yazılgan kitap. 2015 yılga geçe bu amalga işi mümkün deb qaralgan şu vaqtda. Yani bir senaryo. Yani 500 ming Uyg'urni tez bir şekilde qorallandırıp Xitoyga qarshi saplayalaydi degan ko'z qarashiga deyman. 500 ming sanni o'qimayman. San esimde yo'q lekin ben aştarak okudum. Lekin Xitoyning g'arbidagi Uyg'ur qatorliq kishilarning Xitoyga qarshi noroziligi bor. Amerika, NATO bularni qoralandirish orqali g'arbdan Xitoyga qarshi iş çıkaralaydı. Bu bir ihtimallik deb yazgan şu vaqtda. Yani bundan 20 yıl burun. Demek Xitoy bu kitaplarni o'qiydi. Xitoy tadqiqotchilari Chekredya yazgan kitap bu Huntington'un medeniyetler to'qinishi. Dünya tinchlikda birga turalaydi, medeniyetler o'zaro to'qinishmaydi deb raddiyalarni berib. Demek hem de Xitoyning shunday bir endişesi bormidi, batdi. Ammo Amerika'nınki Bag'ramni Xitoyga qarshi qo'llash niyati bormidi? Menimcha
bu mücmel. Keyingi vaqtlarda balkim o'ylagan ko'z qarashlari bo'lishi mumkin deb siz. Belki bilmaymiz. Başta şundak oylap keyin yenip kaldı mı o Afganistan'a? Çünkü bütün dünya Amerika'nın Taliban'ı da Bin Laden'ı da Afganistan'a kirgen buluşuğu işenmeydi o. Ya bu Bin Laden'deki bir adamını öldürmede bu ya kiremdi o Amerika'da. Çünkü çoğun bununki Taliban'dan çok, Bin Laden'dan çok, yani bazı teşkilatından çok bir nişanı buluş gerek de karıdı. Ve bunun için Xitay'ını nişan gösterdi. Yani Amerika'nın nasıl Xitay'ını korşaş, Cenubi Deniz'den Tayvan arkalık, Japonya, Kore arkalık korşavatıdı. Hem de G'arbiy Janubdan Afg'oniston orqali qo'rshyapti. Shimoldan Mongoliya bilan bo'lgan munosabatni kuchaytiryapti. Ya'ni maqsad Xitoyni qo'rshash deb bundaq bir strategiyalik qarg'alar nihoyatda ko'p hamda-chu. Ammo Amerikaniki 2007 yilidan boshlab to'xtamay askar chekindirish deb oxirida 2020da Mokuda askar chekindirib qo'yganini ko'rgan kishilar hamda strategiyachilar-chu. Lasadek bo'lib qoldi. Ya Amerika bu Afg'onistonga nima ishga kirdi, nima uchun chiqdi? Bu kirishda bir strategik nishon bo'lib, buning amallarga eshishiga ko'z yetmay chiqib ketdimi? Yoki o'ttir yo'lda o'zgarib qoldimi? Yoki boshdan zodi bosh Bin Laden qo'shkizak binoni portlatgandan keyin ochchig'ida anani deb kirib shuni bilan urushni boshlab qo'yib, oxirlashtirolmay Obamaga tashlab berib, Obama oxirlashtirolmay Trumpga tashlab berib, Trump oxirlashtirib, andaki Baydenga tashlab berdimi? Bilamadik. Shunga hamda Amerikaningki bu bag'ramni Xitoyga qarshi ishlatish shuni sog'an mumkinchiligi bormi? Hozir Trump degandek mushtaq nishon uchun ishlatishga nishonlanganmi? Bunisi notayin. Ammo Xitoyninki shundoq o'ylaganligi aniq. Chunki Xitoy atrofidagi harakatni o'ziga qartilgan deb o'ylaydi. Bundaq o'ylash kerak hamda qoida bo'yicha. Ammo Amerikaning undaq e'tiborida notayin. Xuddi ayni vaqtda Chaushanga askar chiqqan vaqtda Koreyaga BDT Amerika Xitoy uni qartildi deb o'ylagan, ammo Amerikaninki BDTning maqsadi faqat shu Koreya bilan urushni to'xtatishdi. Mavzudan shunga qo'qqan baldur mushata deb Koreyaga askar chiqqan. Amerika taraf shu chog'da hayron qolgan bo'ldi. Biz nima deb Koreyaga askar chiqqansak, mavzudan bizga askar chiqadi debchi. Chunki mavzudan uni Koreyani Shimoliy Koreyani ap bo'lsa, mankildi deb o'ylaganda, ammo avlodning maqsadi undaq emasdi. Shunga birovning uyining oldida sen tapancha ko'tarib yursan, endi sening maqsading u uyga hujum qilish emas bo'lishi mumkin, ammo uygisi men hujum qildi deb o'ylaydi-da endi. To'g'ri. Buning bizga bo'lgan ta'siri biroz to'xtalamdi, quya o'tib ketamdi. Bo'ldi endi, chiq to'xtaldi. Menchimi. Endi yana bir bizga aloqador yana bir masala. Yaponiyadagi Uyg'ur millat vakiliniki Xitoy qattiq qo'l bo'lish chaqiriq deb. Ammo nimada endi 3 tal bir qonun loyihasi sunganligini nima qildim hamda eng bizga aloqador, bizga muhim bo'lgan temiz shu. Bu yerda Sharq Turkiston yurgizilayotgan insoniyatga qarshi bir yoki irqiy qirg'inchilik deyli yoki insoniyatga qarshi bir nima deyli, har xil nima desakmi, bu yerda bir bostirishning yuz berayotganligi. Buning qarshi Yaponiyaniki yoki mavjud hukumatniki buning qarshi bir nima qonun loyihasi yoki buning qarshi bir ish qilish kerakligi to'g'risida qonun loyihasi sunibdi. Buning qarta buni teg'imi ochiq oydinlashtirib bergan, shundan buning so'zlamsiz so'zlab beramiz. Meningki nima Arfiya Alininki parlamentga qonun loyihasi sungandan xabarim yo'q. Mening ko'rgan uchurlarda Avstraliyada ochilgan bexatarlik yig'inida Arfiya Xitoyga qattiq qo'l bo'lishni, kishilik huquq masalasida Xitoyni texnik ayblashni talab qilgan. Ondan keyin eng diqqatni tortgan hamda Yaponiyaniki passiv asos qonunni o'zgartirish kerak.
Xitoyning Yaponiyaga qilgan tajovuzlarga qarata keskin raddiya berish kerak degan masalani o'tirib qo'ydi. Endi bilganimizdek Yaponiya Ikkinchi dunyo urushida mag'lub bo'lgan davlat bo'lish sifati bilan armiya saqlayolmaydi. Ama qo'llanish qismi saqlaydi. Lekin hamda qo'llanish qismi amaliyotda armiya hamda. Dunyoda unda kichik qism bo'lmaydi, unda cho'ng qism bo'lmaydi-da. Yaponiyaning hozir 200 ming kishilik 200 mingga yaqin kishilik armiyasi bor, kichik tipdagi bir qancha aviamatkalari bor, hatto xalqaro vaqtda yadro qo'llash imkoniyati bor bir davlat. Faqat ismi hamda qo'llanish qismi. Chunki Yaponiyaniki ayni vaqtda mag'lub bo'lganda tuzgan shartnomalarda yoki asosiy qonunlarda shu Yaponiya tinchlikni asos qiladi, hujum qilmaydi, armiya turg'izmaydi deganga o'xshash Yaponiyaning putqulni ko'shab qo'ygan belgilamalar bor hamda. Endi bu Yaponiyadagi biroz keskin bo'lishni talab qiladigan qurg'uvchilar demdik. Siyosatchilarning tashabbusi Yaponiyaning asosiy qonunini o'zgartirish kerak, Yaponiyani qaytadan burun holatiga qaytarish kerak deydigan. Arfiyaniki bu qatim bir Uyg'ur millat vakili sifatida buni o'tirib qo'yishi diqqatga sazovor hamda. Chunki ben başta Arfiyat şu Uyg'urlar to'g'risidagi so'zlarni ko'proq tilga olgan vaqtda bu qiz Uyg'urlar to'g'riliq gap qilsa Yaponiyadagi ichki qismidan norozilik uchrab ketadimi deb o'ylagan. Chunki sen bizning millat vakilimizmi yoki Uyg'urlarning millat vakilimi deydiganlar chiqdi deb chiqishi mumkin hamda. Andan keyin sen Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni buzib bizga işlep birse deydi. Başarılı de ayıplaydıganlarmı çıkışı mümkün. Çünkü bu xil Arfiye Uygur milletvekili dep yazgan vakitte medyalar. Aslında Japonlarınki Uygur milletvekili emas, Japonның milletvekili dep işte yazganlarmı bahçı hamda eskertken. Lekin ben hem de keyin faaliyetlerde bu Arfiye'ninki Uygurlar doğrusunda özünün qarashdan dadil o'tirib qo'yganliklarini ko'rib onda qolsa Yaponiyaniki atmosferasida onunki bu so'zlar ta'sir qilmaydigan o'xshaydi deb ham bir tarafdan onunki dadilligidan suyundim, Uyg'urlarning masalasini dadil o'tirib qo'yganligidan. Ham yana biri onunki siyosiy hayotiga bununki ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatmaganligini yana qayta saylandi o. Ko'rib shuni bilan o'zi buni ko'rib ketgan bo'lg'achqa şuna dadil o'tirib qo'yibdi deb bildim. Bu qatim hamda Yaponiyani texmo dadil bo'lishga chaqirishi, menimcha Yaponiyadagi mushkildagi millat vakillari yoki mushkildagi siyosiy qarashdagilarningki orzusiga vakillik qiladi. Shunga bu yolg'iz Arfiyaningki Uyg'ur bo'lganligi uchun bo'layotgan bir ish emas menimcha. Yaponiyada Xitoyga qarshi qattiq qo'llash tashabbus qiladigan guruhlar, kuchlar albatta bundan tortib mavjud. Bu yaqinqi mezgillarda biz oldin qatorliq programlarda tahlil qildik. Xitoy hozir burun Yaponiya mening tavallikimga hujum qildi deb shikoyat qiladi. Hozir Yaponiyaning tavallikiga hujum qilishga boshladi, kirishga boshladi. Ya'ni Yaponiyani chekayotdi, sinayotdi. Shunga Yaponiya buning qarta hamda qattiq bir tadbir ilishga majbur, barabar shu tarafga qarab ketyotdi hamda. Amerika mu Xitoyni cheklash uchun kuchli bir Yaponiyaga muhtoj. Aciz bir Yaponiya Amerika'nın ihtiyacından çıkamaydı. Hem de bunu müşiklik toxtalsak hem de. Herhalde aramızdan yani özümüzden qeyrindeşi milletdeşi bo'lgan bir Uyg'urdan bir küçük bir davlatda milletvekili chiqishini aytdi. Suyundurdi. Uyg'ur milletvekili chiroyli qilindi ekan. To'g'ri. Hem de bunun hem de biz bunu köremdik yani bilmemiz lekin minnettarligimizni bildirimiz. Kichkina bir yakap qolgan vaqtda Uyg'urlarning yiroqlashib, sizlar Uyg'urlar deb gapirgan bo'lib olganlarni ko'rgan, ko'ryapmiz hatto. Turkiyada. Turkiyada, ya'ni yoki boshqa yerda bo'lsin. Ammo bir davlatningki maqomiga erishgandikin davlatdan bakroq o'zininki vatandaşları, özünün milletdaşlarını bekrak oyduğun birisine uçurtuş, nait suyundurdu adamını. Biz programımız nimisinin nait köpten köp rahmet etmez.
Bu Köplep ögünlük erziydi o. qaysi davlatlardan köplep Uyghur milletvekilerini köşüne xalaymiz. Köplep. Amerika'da, Kanada'da, Türkiye'de. Bunun dikini inşallah tez vaqtda ro'yobga chiqa. Endi keyingi savolga o'tsek, mau nima? Mush 18 yilda asli mavsualılık 10 yaşlık bir Yaponiyalik bir balınınki ma Şinjan'da pichaqlab öldürüş doğruluk bir narsa demiştim. Onun aldığı yana bir sual bağımdı. Bunu belki bunun sebep olan buluş mümkün dep oylayman. Ben doyun sirvit ma Uygurcha xabar kanalınki taqatqan narsida Xitoy armiyasininki Leo'nun nomli qo'yamatgisi qo'y deyman, xatolashmagan bo'lsam. Ashninki Yaponiya dengiz tavalligiga kirganligini o'zi debdi-da endi. Buninki normalda asli boshqalarning dengiz tavalligiga kirgan vaqtda boshqalar boshqa qarshi tarafdagi davlat asli ayblash kerak edi. Ammo o'zininki rasmiy organ Uyg'urcha xabar taqtish kanalı bo'lsin yoki boshqa kanallar uni ko'mdim, Uyg'urcha xabar taqtish kanalida bu to'g'riliq so'z qilibdi, biz kirdik. Deb bu hamda 1931 yilda 9 ayning 18 yani 93 yilligiga to'g'ri keldik ya bu nima Jungo askarlarininki turishliq gazarmasini bombardimon qilishib ekandi. Xitoy nimaki Yaponniki Xitoyga kunji kirgan vaqtda. Ya'ni Xitoyninki Yaponiya bilan bo'lgan 14 yillik urushningki boshlanishi deb qaraydi ekan buninki. Hamda buning qarta ba'zi narsalar, masalan, medialda nima qildi? Nimiki ta'ziya bildirib nima qilganligini ko'rib turyapmiz hamda Xitoyning taratqularida. Hamda bu 18 sentabr bo'lgan voqeada hamda bu niminiki hujum uchirgan ish 19 yilda bo'lgan ekanda hamda. Ya'ni bu yerda bu hujum qiluvchi 43 yoshlik bir erkak ekanda hamda Xitoy. Kichik bir bolani pichoqlab o'ldirgan gap. Hamda bu hamda yana bir tarafdan xalq bilan bu yerdagi to'l ahvolda davlat bilan xalqni orib turibmiz-ku. Ba'zi chog'da bu Xitoyninki bu davlat bilan bir niyat, bir maqsadda bo'layotganligini bildirdi hamda. Bunun qanday qaraysiz? Yaponiyada bunun qanday ta'ziya bildirganligi nurg'un masalan nimaga bosh konsullıq chaqirilganligi degandek bir xabarlar chiqdi hamda. Buning orqa plani yoki oldimizdagi kunlarda masalan nima bo'lganligi degandek bir aydınlatib aniq tushuncha beramiz. Bu Xitoydagi millatchilikninki masalasi, millatchilikninki keltirib chiqargan ahvolda. Xitoy mediasi, Xitoy taratqullari yoki Xitoy davlat taratqullari to'xtamay Yaponiyaga qarshi tashviqotni qilavergan bo'lg'achqa Xitoy xalqi ichidan kalib ketadiganlar tabiiy chiqadi. Har qanday bir millatga qarta, davlatga qarta sen butun kuching bilan uni alvastalashtirib, dushmanlashtirib tashviqotni kuchaysan, uningga o'chlik qilib yoki ularga hujum qilsam nochilik bo'ldi ekan deb turib hujum qildiganlar chiqadi. Bu her yerda o'xshash. Endi Xitoyninki Yaponiyaga qarta mushkildagi tashviqotlari haqiqatan kuchli. Mesela biz kichikimizda tortib Yaponiya haqidagi kinolarda Xitoyning Yaponlarni bek döt, bek eski qilib chiqarganini ko'rdik. Albatta urush qilgan hech kim yaxshi emas. Yaponlar Xitoyga tajovuz qilganda yaxshi emasdi. İnsan odam o'ldirganda yaxshi bo'lmaydi hamda. Eski bo'ldi. Xitoylarmi bugun bizga zulm qilayotganda yaxshi emas. Ularmi o'xshash qotil, o'xshash tajovuzchi. Ammo bu o'tmishni davomli ta'kidlab Xitoyning Yaponiyaga qarshi bu xil tashviqoti Yaponiyaga bo'lgan milliy o'chmanlikni davomli kuchaytirdi. Ammo qiziqarli yeri Xitoy davlati bu masalada orsoldi. Masalan bir hikoya so'zlab beray. 2010'larda deyman. Xitoy shu Diaoyu masalasida Yaponga qarshi tashviqotni ajoyib kuchaytirdi. Shuning bilan Xitoydagi hayajonlanib ketgan oshqullar, Xitoy radikallar, Aşkın milliyetçilik.
ta'sir kuchurganlar. Aşkullar, radikallar. Xitaylarninki Xitaylar haydayotgan Yaponiyaniki Toyota u bu mashinalarini yo'lda ko'rgan yerda urib chiqishga boshladi. Shuning bilan Xitoy davlat taratqusi o'zi yoqqan bu o'tni o'zi o'chiranmay, orqadan Xitoyninki soqchilari bu kishilarni tutib, oldini 15-20 yildan kesib, uy kesibchi jazo berib, yana davlat taratqusi e'lon qildi. Ya bir tarafdan Yaponga qarshi kuchkurtdi xalqini, yana bir tarafdan mashinalarni chaqqan kishilarni, o'g'illarni tutib sulab buni besiqtirdi. Bu davlatga nisbatan bir afat bir masala. Sen ma'lum bir millatga, ma'lum bir kishilarni o'pcha qo'zg'asang, g'azablantirsang, u kishilarni keyin kontrol qila olmaysan. Ya'ni jinoyatga o'zing tashviq qilgan bo'lib qolasan. Mushqatimli harakatmi shu. Yaponlarga qarshi o'chmanlikni kuchaytgandan keyin u Yapon berib kichik oldin birini pichoqlab o'ltirib qo'ygan gap. Shu bu yerda ishni sodir qilgani bir Xitoy talbi bo'lgan bilan amaliyotda buningga piltini yoqqani, kuchkurtgani Kompartiya, Xitoy Kompartiyasi. Uyg'urlar qaratgan siyosat o'shandan farqli qiladi Xitoyninki. Uyg'urlarni yillardan buyon Allahsizlashtirdi. Davlat medialari tashviq qilish orqali Uyg'urlarni terrorchi dedi, bo'lgunchi dedi, Xitoyning o'ldirdagi Uyg'urlarni o'g'ri dedi, qaloq dedi, g'arbni etish dedi, xuddi bizningki vatanimiz xuddi bir aloqa cho'ljadek. Necha yillik madaniyatimiz bor bizningki. Ochadigan emas biz. İşletken sözlerde hemimizde yekledi. Ahırda irqiy qirg'inchilik qilgan chog'da Xitoy xalqi nima dedi? Obdan qildi dedi. Xo'p bo'ldi dedi. Nimishqa? Chunki davomli satlashtirib, alvasillashtirilgandan keyin bir millat, bir xalq uningga qartilgan jinoiy harakat kishilar tarafidan qabul qilinadigan bo'ldi. Ma'lum bir kishilarni, ma'lum bir guruhni sen alvasillashtirsang, dushmanlashtirsang, xatarlashtirsang, oxirida uningga qarata yo'qotish harakati olib berishing oson bo'ladi. Chunki kishilarning vijdoni allaqachon ularga nisbatan o'lgan bo'ladi. Nafrat shu kishilarni yo'qotishga to'lib tashqan bo'ladi. Shuning bilan jinoyatni qo'llaydigan qilayotgili bo'ldi bir millatni, bir xalqni. Masalan, din bilan bir millat, yana bir millatni o'ltirishni qonunlashtirg'ili bo'ldi. Millatchilik bilan qilg'ili bo'ldi buni. Pul bilan hamda qotil yollab albatta bo'ldi-da. Ammo diniy, milliy har xil oshqulliqlar bilan ma'lum turkumni, ma'lum kishilarni dushmanga aylantirib, ularni yo'qotishni, hatto savobga aylantirg'ili, ularni yo'qotishni qahramonlikqa, millatparvarlikka aylantirg'ili bo'ldi. Tashviqot propagandaning kuchi shu. Xitoydagi bu xil vaziyatni shakllantirgan amaliyot Kompartiya. Endi deganimizdek Xitoyda haqiqatan oshqun bir milliyatchilik bor. Bu qadimdan tortib hozirgacha davomlashib kelyotdi. Masalan, Xitoyni yapon alvastillari yoki bo'lmasa nimani har xil atlashlar bor. Masalan, o'zidan sirtqi bo'lgan millatlarni, masalan, dushman atalg'ulari nimada buni Abdirish Jalqarliqmaniki Xitoy milliyatchiligi degan kitobda o'qigandim, masalan. Atrofidagi qabilalarni, masalan, har xil ism qo'yib, masalan, ularniki hayvon, yirtqich, yovvoyilar deydi-ku. Nima degandek. Bu necha ming yil burungi gaplarda hamda. Buning hozirim davomlashayotganligi 100 yil burun tunji nimalarni, masalan, ajnabilarni ko'rgan vaqtda yanguizi yoki bo'lmasa ko'k ko'zlik alvasti degandek notisat ismlar bilan atag'anligi. Hozir buniki davomlashib kelayotganligini nima qilamiz hamda. Bu yerda haqiqatan oshqun bir millatchilik bor.
Bunun müşinchik to'xtalsak, hamda keyingi savolga o'tib ketsak, yaqinning yoqi, masalan, oldingi yillarda masalan, nima Ukraina, Rossiya Ukraina urush biroz pastga uchib qolgan. Hamda yaqinning yoqi yana masalan Ukrainaniki Rossiyaga qarshi hujumi küçük bula otursidagi jang biroz yana keskinlashyapti. Andan keyin bu Rossiya askarlarining nihoyat ko'p o'layotganligi o'ttirib qo'yibdi bir xabarda. Hozirgacha bo'lgan o'lgan Rossiya askarlarininki Rusya. 70 ming 70 mingdan ortiq ekanligini va buni faqat nimalarninki ochiq oshkor medialar ko'rganligi ya bo'lmasa buningki qarindoshlari nimalar bilan dalilga vaqtda buningdan ko'p ekanligini tilg'abdi. Hatto Rossiya masalan turmada jazo o'tayotganlarninki ko'plarni pidoya askar qilib ishlatganligi. Hatto bir nimada 62 yoshlik bir odamninki to'xtam tuzib askarlik qatnashganligi va bu jarayonda 3 oyga bormay o'lib ketganligi. Bu qazo qilganlarninki 20%ninki shu turmadagi jazo o'tayotgan jinoyatchilarning kelligini nuqibdi. Hani bir haftada oldingi hafta ichida 300 necha odamniki o'lganligi yana. Faqat pidoyilarnikilar. Ko'rsatib turibdi hamda bu buning tarixiy arx ko'rinishini bir necha yil burun ishlarni bilamiz hamda. Buning keyingi oldimizdagi qandaqlik ahvollar bo'lishi mumkin. Buning tarixiy arx bilanlarini buni tushuntirishimizga hojat yo'q. Faqat oldimizdagi kunlardagi taxminlarni qisaqlab bo'ladi deb o'ylayman hamda. Buning qarta tushuncha beramiz. Sen degandek BBC'ninki xabarida Ukrayna urushida o'lgan Rossiya askarlarining 70 mingdan oshganligini xabar qildi. Hamda Ukraynada Rossiyaninki askarlarning o'lishiga ergishib, kasbiy askarlarning ko'proq o'lishiga ergishib, Ukrayna pidoyi askarlarni ko'p ishlatyapti. Bu pidoyilar deganimiz hamda Çeçeniyadan yoki Afrikadan, o bu yerdan pulga setib olib ekegan kishilar. Yana biri turmadagi mahbuslar. Turmadagi mahbuslarni askar qilib ishlatish har shekil davlatda bor hozir. Ukraina o'zining mahbuslarini qurollantirib jangga yo'llayotdi. Rossiya o'zining mahbuslarini qurollantirib jangga yo'llayotdi. Agar jangda hayot qolsang, jinoyating kechirim qilinadi, erkinlikka chiqsang ve ma'lum sommada pul erişsen. Şunu bilen her iki devlet bu jangdagi odam meselesini, odam kuchi meselesini hal qilishda qiynalyapti. Hamda Ukrainaningki urushi bir qadar an'anaviy urush bu. Rossiya Ukraina o'rtasidagi urush. Pek zamoniy urush emas. Yani Irak'tan göm birbirine bombardıman qildigan yaqindan yana shu toplar bilan ilgirlaydigan gap hamda shu dronlar bilan toplar bilan piyoda shuna bu urushda odamga bo'lgan askarga bo'lgan ehtiyoj yuqori. Chunki bu yerda biri ishg'ol qilaman desa, biri ishg'olga qarshi turmaydi deyotdi. Bu yerda Iroqdan hujum qilib zarba berib ketadigan ahvol emas. Şu anda naq maydonda jangda askarning o'lish nisbati bek yuqorchi. Yuqori bo'lganligi har ikki taraf mushkil usulni qo'llanyapti. Hamda Ukrainaningki askar soni Rossiyanikidan hamda jiqqas 11 deyilyapti hozircha. Shundaqmi hamda Ruslarmi jiq badal to'layapti, halsiryapti. Bu urushningki inson chiqimi ham haqiqatan ig'ir dishki bo'ldi. Bundan keyin bu xil vaziyatni taxim ig'irlaydi dishki bo'ldi, chunki ikki tarafningki haliqi musofasi bag'ansir yiqilyapti. Chunki Rossiya Ukrainaningki muhim shaharlariga qistab keldi-ku. Lugansk, Donetsk rayonlarida. Endi bu yerlarni Ukraina bütün kuch bilan qo'g'dimsa,
mudofaa liniyasi cho'kidi. Mudofaa liniyasi cho'ksa, o vaqtda shahar qo'ldan ketdi degan gap. Buni qo'g'dash uchun hamda ko'plab askar u yerda putirab turish kerak. Buning ma'nosi ko'plab askar o'ladi degan gap. Ruslar bu yerni Ukrainaliklarning qo'ldan elish uchun olg'a ilgarilash kerak. Yana ma'nosi jiq askar o'ldi degan gap. Chunki biri mudofaada turib atsa, yana biri hujum qilib turib atadi-da. Şuna uzun menzillik boshqarilgan bombalarni ishlatgan taqdirdami, yana bu qisqa musofirlik qurollarni ishlatib turib urush qilish ozlamaydi. Şuna askarlarning chiqimi davomli oshadi menimcha. To'g'ri. Chunki hamda bunda deb aytsak hamda biroz nima qilay. Bir taraf vatanni qo'g'dayotdi va yana bir taraf boshqalarning vataniga hujum qilayotgan bo'lganligi uchun bularniki ko'z tutadigan fidokorligimi osmon zamin farq qiladi deb o'ylayman. Anikin degandek har qancha yiroqdan bombardimon qilgan taqdirdami, cho'qim bu yana elish uchun tankisi, aeroplani, askarlari bu zaminga kirish kerak-da hamda. İstihbarat qanchalik kuchayib ketsin, qanchalik ma'lumot olib ketsin, faqat eng asosiy sabab bu yerda shu askarninki ashyan ishg'ol qilib zaminga kirayotgan vaqtda ondan bu yerga ega bo'ldi deb o'ylayman. Hamda buningga boshqa qo'shib qo'ygandek bu masala bo'lmasa atlab o'tamdiq. O'taydi. Nima? Hamda nimaninki Amerika dengiz armiyasininki Xitoy bilan bo'lgan urush tayyorligininki 2027-yilgacha putish kerak bo'lganligini, ya'ni buni oldingi nimaga qo'yayotganligini o'ttirib qo'yatdi-mi shu 18-sentabr chiqqan xabar qaraganda. Buninki oldingi haftalarda masalan Ukraina Xitoy bilan Tayvan urush qilamdi yoki qaysi shaklda bo'ldi degandek mulohazalarni olib tanglar. Buningda bekroq urush qilishdan bekroq urush qilmaslikni targ'ib qilgandek, urush qilmaydigandek bir ochiqlama bergan. Bu masalan oldingi haftadagi nim bilan bu hozir chiqayotgan xabar o'xshamay qoldi. Bu hamda qandayroq bo'lishi mumkin sizcha oldimizgi kunlarda? Sen degandek 18-yilda Amerika Dengiz Armiyasi 2024-yillik yetakchi programmasini, planini e'lon qildi. Bu planda Amerikaning 2027gacha Xitoy bilan bo'lgan urushga tayyorlik qilishni oldin qator qo'ydiganligi deyilgan. Endi 2027 degan son haqiqatan ko'p tilga ilinyotdi. Oldingi bir necha son programmada İlşat Hasan akimiz Amerikadagi. Ben Xitoyni 2027gacha hujum qildi deb o'ylayman degandi. Ondan boshqalarmi 2027ni jiq ta'kidlayotdi. Bundaki asas sebep nima desa 2027'den keyin qolsa Xi Jinping'ninki yana bir muddat saylanish masalasiga duch kelganligini, shunga mushqatimliq muddat ichida Xi Jinping'ninki yana 2023'dan 2027gacha bo'lgan shu oraliqda bir taraf qilish ehtimolligining cho'ngligini da'vatidi. Endi oldingi qatimqi Doktor Alimjon bilan bo'lgan suhbatda bu Xitoy Tayvanga hujum qilmaydi degan gap deyilmidi? Alimjonninki qarashicha Xitoy Tayvanga hujum qilsa tezlikda elib o'tadi. Amerika Tayvanni qo'g'day olmaydi degan qarashni o'ttirib qo'ydi. Agar Xitoy hujum qilmadi desa, bu yil 11-oy yaxshi fursat degan o'zining farzini o'ttirib qo'ydi. Ama Amerika Xitoy Tayvanga hujum qilmaydi deganga o'xshash inkoslar Facebookda bu temaning ostiga tushdi. Ammo
Bu bir peres. Çünkü Xitoy Tayvanni olima deb buni ta'kidlayotgani 50 yil bo'ldi yoki 70 yil bo'ldi. Xitoy Tayvanni ben olima degan niyatda bo'lganligi uchun boshqa davlatlar bilan Tayvanning munosabatini o'rnatishiga to'sqinlik qilib keldi. Xitoyning bir davlat siyosati amaliyotda Tayvan bilan davlat munosabati o'rnatmaysa degan gap. Ya'ni dunyoda ikki Xitoy yo'q, bir Xitoy bor. U bo'lsa-mu men Tayvan mening bir parcha. Shu men bilan munosabat o'rnatmoqchi bo'lgan har qanday kishi Tayvan bilan munosabat o'rnatmasligi kerak deydi. Bir jingo bir Xitoy siyosati degan bu shu. Endi Tayvanninki borgan siri kuchlanishi, Amerikaning Tayvanni qurollandirishi, Xitoyninki qudrat tepishi bu masala oxirida Tayvanga qarata kuch ishlatishni keltirib chiqirdi deb qaraydi Amerika taraf. Tayvanmi shundoq deb o'ylaydi. Chunki dunyo tarixiga qarasak, bir davlat kuchaygan vaqtda endi bir davlatga kuch ishlatadi. Masalan, meningki kuchim yetmasa, ama to'lg'anlarga qarim bo'lmaydi, shundaqmi? Xo'sh. Ammo mening kuchim yetsa, menga bo'yintovlik qilganlarga men kuch ishlataman. Bu inson tabiatiga uyg'un. Realizm nuqtasidan aytgan vaqtda bir davlatning kuchi ishi yana bir davlatga tahdid. Bu To'g'ri. Başlanganda tahdid bo'lmasligi mumkin, yaxshi niyatlik taraqqiyot bo'lishi mumkin. Xitoy hozir deyotgandek, Xitoyning taraqqiyoti dunyoga tinchlik olib keldi deydi. Ammo kuchlanib bo'lgandan keyinki so'qqan chot o'xshamaydi. Shundaqmi? To'g'ri. Masalan, namrat odamdan birisi beysang nima ish qilsa desa, balki men doktorxona solaman, maktab solaman deyishi mumkin. Dünyani seyahat qilaman deyishi mumkin. Ammo yanchig'i pul kirib bo'lgandachi birdanlam o'zgarib, chunki o'ylanishdi. Hey, bunda qancha sen buni mablag' solsang bo'lmamdi desa, chunki bunda qilganda puling yo'qolib ketmaydi desa qanday qildi? He, rost to'g'ri gapkan bu. Doktorxona keyin solaychi deydi. Shundaqmi? To'g'ri. Demak, kuchayishning oldidagi yaxshi niyatlik orzu kuchaygandan keyingi niyatni belgilamaydi. Shunga Xitoyninki bu qadar ta'kidlashi, buni qurolliq tahdid shaklida o'tirib qo'yishi, Xitoy o'tgan 4-5 yilning ichida necha yuz qatimlab ta'kidlab bo'ldi. Tayvanga navbatga kelsa qurol ishlatilmadi. Bu bir e'tibor masalasi. Bir davlat shu gapni qilaverib ishlatmasa, uning e'tibori qolmaydi. Shunga bu Xitoy Tayvanga hujum qilmaydi. Chunki Xitoyga ashaq deb qo'ydi. Deyish bilan bo'ldi qildigan masala emas. Shunga Amerika taraf buni qarta davomli hushyor holatda turib, Xitoy Tayvanga bugun hujum qilsa qanday ssenariy qo'llanamiz, qanday tadbir olamiz, kelay yili hujum qilsa qanday tadbir olamiz, saylan mezgilida hujum qilsa qanday tadbir olamiz, buning qarta to'xtamay o'ziniki urush loyihasini o'tirib qo'yib turdi va Ochiq dengizda to'xtamay Yaponiya, Koreyalar bilan manevr o'tkazib turdi bu vaqtgacha. To'g'ri. Chunki har ssenariyga hozir bo'lishing kerak. Qilmasam mayli, ammo qilmaydiganligini bildirmaydi-da. To'g'ri. Shu bu 2027da ko'p tilga olinayotgan bir son hamda. Undaqda masalan hozirgi buning kichik to'xtalamdiq yana biroz Shunaqa qilaylik, biz bu Sharqiy Janub dengizi haqida Tayvan to'g'risida programmalarni jiq qildik ham. Bu bizniki ya Tayvan Xitoy bo'g'icha yoki Tayvan mustaqil bo'lib bo'g'icha yoki Tayvan Xitoyni bo'g'icha tugamaydigan bir tema bu. Davomli chiqib turdi. bo'ladi. Endi oxirgi savolga keldik. 19-yilda ya'ni tunigun Uyg'urlarga majburan qarshi jazo qonun loyihasi
chiqqan bo'ldi. Amerika Kengash palatasi Marco Rubio ve Jack Chiqarmada Mekele. Yo'q, loyihasi datimi. loyiha sundi. Loyiha sundi. Buningki mesela bu mesela hazır Uygurlarniki mesela hazır Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilaymiz deyapti. Bir tarafdan jazo qonun loyihasi sunyapti. Yoki ma'lum bir shirkatlarni sotlagandek yoki savol so'roq tatgandek bir videoni ko'rdim. Shunda ishlar bo'lyapti. Hozirda Intel'ninki yoki boshqa shirkatlarniki vakillerini davlat majlisida so'roqqa tortdi. To'g'ri. Shular savol so'radi. Hamda ba'zi ahvollarga qarata shunday umidsizlikka ketganmiz, ham yaxshi ketadigan bo'ldi deb. Yana bir qarasak, bu qarshilashishninki davom qilayotgandek. Nima qildi? Hamda buningki Xitoy bilan Amerikaning munosabatiniki eng qisqa vaqtda yaxshi ketadigan yoki qisqa vaqtda nachar ketadigan bildirmaydi ekan-ku hamda. Bunun qartamda ko'z qarashlaringizniki qanda bo'ldi bu qonun loyihasini o'qib baqdingizmi? Bizga qandaq bir foydali taraflari bor degandek. Shuni chiqishga ahvolasida bir yo'ritib beramiz. Mecbur emgek kanunu Uygurlarnınki mecbur emgekka silinishini cheklashni asos qilgan, maqsad qilgan bu qonun 2021'den başlap icra qilinib kelinyapti. Biz aldığın qatımlıq programlarda bunu mulayizə qılğan. Hazırgacha bunun önümünün aiti çoğun boğanlıqını Xitay'nın 72 yakın şirketninki, orundunki bu kanun, bu cezalanıyatqanlıqını Xitay tarafninki bunu hal qilish uchun BDT'ninki dokulatçılardan tartib Xitayga apırıp sözlütüyatqanlıqını mulayizə qıldık. Aldığın qatımqı programda Uyghur Abdunur Ayırlıq Qurultayıninki Amerika'nın cezasıga uçturgan şirketlerge tölen berip ularni yo'lash qarori olganligini mı esimda bo'lsa biz tahlil qildik. Hamda bu oldin qatimliq mushkildagi qonunlarni tuzishda asosiy rol o'ynagan Amerikadagi Kengash palata a'zosi Marco Rubio. Bu qatim bular yana Uyghur mecburi emgikini cheklashni texnik kuchaytirish uchun yana bir qonun loyihasi sunibdi majlisga. Bundaki asosliq men to'liq loyihani o'qimadim-da, ammo qisqacha mazmunni o'qidim. Bu shu Uyghur mecburi emgikiga chetishlik turlarga qarz pul berishni cheklash ekan. Yani masalan şirketler yoki ma'lum organlar Uyghur mecbur emgikini ishlatgan tovarlarni ishlab chiqarsa yoki shuningga ta'minot zanjirida shuni o'rin bergan bo'lsa, ularga nisbatan Amerikaninki projelerini ilish, projektlarini ilish, Amerikadan qarz ilish, har xil shaklda Amerika boj topshiruvchilarninki puldan foydalanish huquqini kesib tashlash. Ya'ni qonunning asosi nimasi? Ya'ni iqtisod. Amerika Maliye Ministerliği bu vaqtdagi şirketlerni bayqab, ularga qarata jazo yurgizish kerak. Asosli nuqtasi shu ekanki, tezlikda ko'z yugurtib chiqqandan hosil qilgan tushuncha. Endi bu yerda bu qonun loyihasiniki qandaq bo'lishidan bagrak shu majburiy emgak masalasida Amerikaning yoki Yevropaniki kuchayotganligini, buningki Xitoyninki iqtisodiga haqiqatan zarba berayotganligini ta'kidlash muhim deb o'ylayman. Chunki majburiy emgak men oldingi san qatilishdan burungi bir programmada o'tirib qo'ygandek G'arbninki hozir hal qilmasa bo'lmaydigan muhim masalalardan biri. Nimishqa deganda bu nuqul Uyg'urlarning kishilik huquqiga chetiladigan masala emas. Balki xalqaro savdoning adil raqobatiga chetiladigan bir masala. Chunki Xitoy Uyg'urlarni qul qilib ishlatsa, ularga pul bermaydi. Ularga pul to'lamay ishlatgan mahsulotlar azon chiqadi. Bu xil mahsulotlar bilan xalqaro bozorda Amerikaning, Yevropaning shirkatlari raqobatlasholmaydi. Shuning bilan Xitoy bu bozorni utib oladi. Adil raqobat mexanizmini buzgan bu masala
bu mecburi emgek meselesi, Uygurların kişilik hukuk meselesi buluştuğun allaqachon çıkıp bu Amerikalıklarning, Avropalıklarninki iqtisodiy manfaatiga chetildigan bir masalaga aylandi. Shuning uchun buningga mayli Amerika bo'lsin, Yevropa bo'lsin, ko'ngil bo'lyotidi. Bu jihatdagi cheklimini kuchaytiryotidi, jazolarni kuchaytiryotidi. Shu bu xildagi jazolash tadbirlarini yana davomli ko'ramiz deb o'ylayman. Toki Xitoydagi bu masala hal bo'lguncha. Chunki bu nuqul Uyg'urlarning masalasi bo'lishdan allaqachon chiqib g'arb davlatlarininki yoki Xitoyning sirtidagi cho'ng iqtisodiy gavdalarninki masalasiga aylandi bu. Bu nuqul kishilik huquq masalasi emas hozir. Iqtisodiy manfaatga chetildigan bir masala. Endi bunaqa mushunchalik to'xtalsak, bizni mushu hozirgi naq maydonda bizni anglab kelayotgan Abay 20 nechaga chiqdi, hozir 12 chiqib qopti degandek. Anglab başdan ayak anlagan qarindoshlarımizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana oxirida deydiganim bizni qo'llab, quvvatlab, har bir yozgan inkaslaringlar, bizga bergan like'laringlar, bizga bo'lgan bizga kuch-quvvat bo'ladi. Biz haqiqatan buni fidoyi shaklda qilyapmiz. Bu hargiz bizni sizlardan bir narsa talab qildik emas. Ammo bunga nisbatan sizlarniki qo'llashinglar, ya'ni go'zal inkaslarni yoki go'zal inkaslarni yozishinglar bizni rag'batlantirdi, bizga kuch berdi. Shunga har bir har bir qarshi inkasinglar, ko'z qarashlaringlarni bildirishinglarni tortib, bizni rag'batlantirishinglargacha har birisi bizni haqiqatan suyundirdi. Shunga bizni qo'shib olishinglarni, do'stlaringlarga avatib qo'yishinglarni tovanchilik bilan so'raymiz. Hamda ko'pdan ko'p rahmat anglab berganinglarga. Allohga omonat. Sizning boshqa qo'shib qo'ygan gaplaringiz bormi? Sen de buldun şu aramızda. Geç, yaxşı, yaktır, hem berler. Buldu. Allah'a emanet qarindoshlar. Görüşgüç aman bulunlar. Kelersen de köşeydi.